Bugungi mavzuyimiz zamburug' kasalliklari, ya'ni terida uchraydigan turli zamburug' kasalliklari. Bularning ichida eng keng uchraydigan turlaridan biri bo'lgan oyoqda uchraydigan oyoq zamburug'i, ya'ni xalqimiz orasida gribok deb tarqalgan kasallik haqida qisqacha gaplashamiz. Birinchi sababi bu eng keng tarqalgan nobob oyoq kiyim kiyish, ya'ni oyoq kiyimni yaxshi nafas olmasligi hisobiga oyoqni terilaydigan qilib qo'yishi va terida muht yaralib, bu yoqqa gribok yuqishi. Ikkinchi holat turli xil endokrinologik, gormonal o'zgarish, moddalarning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan organizmning kasalliklari ushbu kasallikning yuqishiga ko'p sabab bo'ladi. Uchinchi holat birovda oyoq kiyimi, ya'ni gribok bor oyoq kiyimidan bemorga o'tib qolishi. To'rtinchi sababi turli xil jamoat joylari, sport komplekslari, basseynlar, saunalarda muht nam bo'lganligi hisobiga va turli charm o'zida gribokni ushlaydigan materiallarning ustida uzoq muddat harakatlangani hisobiga va terida turli ochiq zonalar, travmalar bo'lgani hisobiga yuqib qoladi. Doimiy ravishda profilaktikaga qattiq e'tibor berish kerak. Profilaktika uchun doim nima qilinadi? Doimiy oyoq kiyim, paypoqlar gigiyenik jihatdan juda toza pokiza ushlanishi shart va oyoq kiyimi olinayotganda sifatiga juda qattiq e'tibor berilishi shart. Turli xil endokrinologik, moddalar almashuvi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar